har juma dadamga, onamga telefon qilaman. Kecha telefon qilsam, olmadilar telefonlarni dadam. Bilsam, telefonlar qolib ketibdi. Bugun sog'inibdilar shekilli. Gudo tashadilar menga telefon qilib. Gudo tashab. Aytolmadilarki, telefon qilsam hozir dedilar. Ben telefon qilganim yo'q. Prosta sog'inibdilar meni. 33 ga kirgan bo'lsam, dadam uchun men bolayotganman. Nima demoqchiman bu gapimdan? Ota-onalaring borlar, telefon qilib turinglar har kuni ora hech bo'lmasa. Hech o'yindi bir hafta telefon qilib turinglar. Dadam aytolmadilar bugun. Prosta ovozini eshitkim ketdilar shekilli. Akang yaxshimi telefon qilmadi deyaptilar. İltimos 1 minut vaqtdan ketadi. Kamisi 50 rubl puldan ketadi. Dadam ha yaxshimisiz, tinchmisizlar yo ona yaxshimisiz, men tinchman deb qo'ylar orada. Dodlab yig'ladim, yuragim to'lib. G'animat otamni qoldirdim yolg'iz. Xabarin ololmay qo'ng'iroq qilib, sog'inchim aytolmas. Otam bir og'iz sezaman, ovozi chiqadi titrab. Qaltirar meni ko'targan qo'li. Yanachi boladay